Assalomu alaykum hammaga. Ko'p odam so'radi, qiyma shashlikning retseptini ayting deb. Hozir xudo xolasa 1 kilo go'shtga qiyma shashlikning retseptini aytaman. Qop-qora lahm et, lahm go'sht, ichmoy. Mana 1 kilo uchun piyoz. Bismillahirrohmanirrohim boshladik mana. To'g'ralishi miyasarovkadan chiqishi uchun to'g'raladi. Bo'lsa kilosi shuni ko'paytirib hisoblab qilaverasizlar. Uyda tug'ilgan kun yana uyda bir o'tirish shashlik qilish kerak bo'lsa, bemalol shu retseptdan qilaverasizlar. Yana piyoz. Tuz kerak bo'ldi, boshqa hech narsasi kerak yo'q. Miyasarovkadan chiqaramiz, mana hech qanaqa non, unaqa narsa yo'q. Tabiiy go'shtning o'zidan farsh. Buni endi morozelkaga qo'yib muzlatamiz, paketlab, muzlatganimizdan keyin chopib, yana miyasarovkadan 3 marta chiqaramiz. Yupqa qilib yo'yamiz buni. Farsh muzladi, morozelkaga qo'yib muzlatib oldik. Endi xudo xolasa miyasarovkadan chiqaramiz. Miyasarovkadan 3 marta chiqaramiz. Bir marta chiqdi, yana ikkinchisi. Mana endi mana oxirgi chiqishi, mana pastdan 3-chi chiqish mana. Farsh уже tayyor. Endi 20 minutda buni damga qo'yamiz buni. 20 minut dam olgandan keyin palchkaga urib, nozibda pishirib ko'ramiz. Kommentariyga yozinglar, nima svet qizil buni. Bak, hadi. Pishirib bo'ldimi shashlik? Ha. Olqan. Ana, okey. Mana boy qiyma. Mana aylantir. Xo'p. Yeb ko'rsatchi. Valla, piyoz bilan yemaysan, men tarlikka qo'yib, biroz bog'lik. Qalay? Xullas, qiyma shashlik. Mana shunaqa. Retseptni pastda opsional yozib qo'ydim.